Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'misiz, salomatmisizlar? Bugungi montajlarimiz osnohasiga yetdi. Bugungi montajlarimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonomat mahalla fuqarolar yig'iniga bir dona eshik, 2 dona rom olib kelib o'rnatib berdik. Zolotoy dub profilidan avvalambor razmerlarni tushuntirib o'taman, keyin narxlarga to'xtalamiz. Eshikning razmerlari 50-120, bo'ylari 240 cm, 2 qanotli qilib nihoyatda go'zal qilib berdik. Yonida enlari 130, bo'ylari 160 cm standart razmerda 2 dona romi bor. Ikkalasining ham o'rtasi bittadan ochiladi. Oynalarga keladigan bo'lsak, oynalari 2 qavat yodi oynalarni qo'yib berganmiz. Penalarga e'tibor beringlar. Penalarni atido hamma yo'g'iga aylanasiga qo'yib chiqdik. Bu yoq tomonda opto'roq, chehra rostda minbar uzr. Xo'p, buni ham hamma yo'g'iga aylanasiga penalarni qo'yib berdik. Eshiklarga keladigan bo'lsak, eshiklarning taglariga mana o'zidan ko'rishingiz mumkin. Mustahkam qilib alyumin arkafonlarni qo'yib berdik. Epilus temir ruchkalar, buni ham penalari atido aylanasiga hamma yo'g'iga qo'yib chiqildi. Qadrli obunachilar, ichkari tomondan ko'rsataman. Xo'p, ichkari tomondan ko'rinishlari, ochilib yopilishlari behijolat chotki bo'lib keldi. Choklari hamma yo'g'i. Buni oynalari bir qavat yo'tivi gulli oynalarni qo'yib berdik. Ichkari tomondan ko'rinishlari, Epilus romlarining taglariga 35 lik paragonlarni qo'yib berdik. Mana mustahkamlikka e'tibor beringlar, mustahkamlik behijolat bo'ldi. Oddiy ruchkalarni qo'yganmiz. Hamma yo'g'i behijolat bo'ldi. Ovozlarga e'tibor beringlar. Ovozlari chiqib chotki ishlayapti, xudo xolasa. Xo'p, hammomga o'tib ketishga ham bir dona eshik qo'yib ketgan ekanmiz. Buni enlari 70 cm, bo'ylari 180 cm. Buni ham taglariga alyumin arkafonlarni qo'yib berdik. Xo'p, yodiviy gulli oynalarni qo'ydik. Ipimiz ochilib yopilishlari hamma yo'q behijolat bo'ldi. Bu yog'i endi tashqi tomoni, bu yog'iga hammom qilaman deganligi uchun devor ichki tomonidan 7 cm kirgizib moslab berdik. Orqa tomon to'sib berdik. Nihoyatda go'zal bo'ldi. Kimga shunaqa sifatli eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Pastlayni telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Eng asosiysi narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, bir dona 2 qanot eshik, hammom eshik, +2 dona romi. Xo'p, romlarning oynasi 2 qavat, eshikdagi 1 qavat. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga olib kelib o'rnatib berishimiz 6 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Bizni kuzatib boringlar. Bundan da qiziq videolar hali oldinda